Buningdagi aralashma qo'rsangiz, ma'qul usul bo'yicha qo'rib sinab beqing, ta'mi o'zgacha, ajoyib yeyishlik. Buni qanday qatdimki, qinamiz birlikda o'rganaylik. Avval videoda ko'rsatgan bo'yicha xongshu pintozni qozonga silib, yumshatib olamiz. Uningdan 1 gram atrofida lauchu rang berdi. Anandan chaplashib qolmaslik uchun 1 gram atrofida suv may qo'yib tekshirib ilashtirib olamiz. Ko'rib mishay kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Cho'q taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik so'g'say darsimizni 60 xil darsni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Tuxumni saynan jiqazliq qarta tayyorlab olsak bo'ldi. May qizgandan keyin tuxumni silib videoda ko'rsatgan bo'yicha sarg'aytib elib olamiz. Endi qozonning tagida qolgan may bilan ushaq to'g'ralgan so'ng piyoz maysi, samsaq, shomilan bir ishga silib purq chiqqandan keyin duyan solamiz. Buni bir ishga qo'rvatgandan keyin ko'rib turganinglardek pintoza, juzay tuxumlarni silib, tam qo'rishlardan cho'ng ustamning qo'rim sayti tutqisidan bir qo'shqa atrofi silib etamiz. Ko'rib turganinglardek miqdori intayin jiq chiqadi. Mushu bir bo'liqini 3-4 qitim say qo'rib ishiltalaysizlar. Mushu say qo'rsam ta'mini rangini keltirmayotma deydigan xonim qizlarimiz bir ishiltib sinab yiqinglar. Hozir cho'ng ustamdan katta faoliyat qilyotdi. Har qanday tetiklardan elib eg'izni assingizlar, oltin uzuk va mashina mukofot chiqish ehtimolligi bor. O'rganib oldingizmi? Qiynamsizmi etib sinab yiqing, ta'miga rangi gap ketmaydi. Mayli mifan bilan yang yoki muomala bilan yang ajoyib yeyishlik.